Bu hokim araligi boshlanishi, maslahat tomon qaranglar. Suv umuman yo'q hisobida bu yoqda. Nimaga desanglar, naryoqda to'lib toshib ketib yotibdi. Bu aralarga suv chiqishi qiyin. Nimaga qiyin desanglar, bu to'lib yotibdi oldi. Tozalangan yo'q, boshqa olgan yo'q. Mana arada ozgina suv kelyapti bu yoqda. Umuman bu chopilmagan ariq, shuning uchun ozgina suv kelyapti xolos bu yoqda. Endi narigi suv toshayotgan joyga boramiz. Shuni ko'rasizlar. Umuman suvni bu yoqqa o'tishni iloji yo'q. Bu mahallani yo'liga, maslahat intipodi yo'liga suv toshib, yo'lni haromini chiqarib suv toshib yotibdi. Ya bu ariqni kavlatish kerak. Mana mashinlarda ham suv yo'q hisobida mana. Chunki biyolarda to'lib yotibdi ariq. Ya bu fermerga kerakmi bu suv? Ya aholiga kerakmi? Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shu suvni mana bu ariqni ahvolini qaranglar. Zo'rg'a suv o'tib ketyapti. Mana hashak, ko'p boshqa balo battar har xil narsalar. Mana bu yerdan o'tib oladimi bundan? Qanaqa qilib suv o'tadi? Buni choptirish kerak, buni boshqa qilish kerak. Yovvoyi narsalar, anaqa qamishlar o'sib yotibdi ariq ichida. Bu ariq ichidagi qamishlarni qaranglar. Buni qaranglar. Bundan suv o'tadimi? Mana bunga katta suvni ochib olgan. Buni imkon boricha fermerga kerakmi suv, aholiga kerakmi? Mana shu ariqni tozalatgani. Bo'lmasa suvni tepadan bekitish kerak. Farg'ona kanalidan. Bu asfalt. Bu maslahatni hokim arig'ini kapilni olgan yo'q. Bu bizning yo'limiz bu. Buni bizni xalqimiz qildirdi. Mahalladoshlar mana mayillarni tozalattirib, choptirmasa ular suv bermas kerak. Kim ochayotgan bo'lsa, bunu qaranglar mana. Nima degan gap bu? To'ldir bo'lib ketyapti. Mana qilib bu hashashlarni tozalash kerak, chopish kerak ariqni. Mana Mayerdan boshlangan dimlanish. Bu o'tni qaranglar. Ochib ko'rsataman. Ya bismillah. Qaranglar. Mana chakalarning o'rnidan suv qanaqa qilib o'tadi? Mana dimlanib yotgan suvni qaranglar. To'ldir ariqqa. Manalarga toshib yotibdi uni. O'tyapti suv bilan. Bu suv kimga kerak? Shuncha ko'pgina suv. Mana shuni tushuntirib, bir narsa qilish kerak. Aholi bir to'planib chiqib masjidgami, maslahatni nimasigami, suvini ya ariqini chop, ya suvni bekitamiz biz deb.